Uylanganimga 25 yil bo'ldi. Mahr bermaganman. Endi qanday bersam bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Albatta mahr Alloh taoloning hukmi bilan erkaklarning zimmasiga ayollar uchun berilishligi vojib bo'lgan haq. Buni har bir uylangan kishining zimmasida bor. Alloh taolo Qur'onda buni qat'iy bayon qilib qo'ygan. Lekin uni berish muddati, uni berish qiymati o'zaro kelishuv bilan imkoniyatdan kelib chiqib aytiladi. Ya'ni o'sha qancha mahr berilishligi o'zaro kelishiladi va uni kelib berish muddati ham naqd bir paytda bo'lishi mumkin yoki nasiyaga sekin-sekin hayot davomida berilish kerak bo'ladi. Agar hattoki hayotlik davomida berolmay ketgan bo'lsa, uni qoldirgan mol-mulkidan, vafotidan keyin merosidan olib berilishi kerak bo'ladi ayolga. Bu shu darajada kechilmaydigan haq bo'ladi. Endi bu kishi 25 yil hayot kechiribdilar. Balki o'sha paytda mahrni tushunmagandirlar. Mahr ham hali tayin qilingan yoki qilinmagani ham mana savoldan mavhum bo'lib turibdi. Agar o'sha paytda bir mahrni tayin qilgan bo'lsalar, falon qiymatdagi mablag' yoki falon buyumni, tilla buyumni beraman degan bo'lsalar, 25 yil ichida bermagan bo'lsalar, shuni bersinlar. Berishlari kerak, hayotlari davomida berishlari shart. Yo'q, bular o'sha paytda buni bilmagan, hech kim aytmagan. Kelin tomon ham buni so'ramagan, bular ham aytmagan. Ya'ni umuman mahr tayin qilinmagan bo'lsa, shariatimiz bunda aytadiki, bunaqa holatlarda agar nikoh o'qildi, xotin oilani boshladi, lekin nikoh tayin qilinmagan, oldindan belgilanmagan, aytilmagan. Mana bu holatda mahri misl deyiladi. Ya'ni o'sha bir o'xshash mahr. Nimaga o'xshash desak, o'sha ayolning eng yaqin kishilari, opa-singlisi bor yoki amma xolalari bor. Ana o'sha opa-singillari, amma xolalariga turmushga chiqqan vaqtda qancha mahr berilgan? Ana o'shancha mahrni, demak, bunga ham o'sha barobaricha mahr berilishi kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Uni bilish kerak, o'rganish kerak. Qancha mahr olgansizlar, qancha mahr berilgan? Ana shuni, demak, o'sha miqdorichagi mahrni berishlik bu kishining zimmasiga vojib bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.